tez yurganda oyog'ni uchi ko'tarilib qolyapti-da orqasi. Mana shunday ketib qolyapti. Chunki oyog'ni orqadagi paylarida tonus bor. Nechaga kirdingiz? Молодец, молодец. 15 ga ham kirasiz-da hali, Xudo bersa. Xudo xolasa. 5 ga kirdilarmi ya? 4, 5 yosh, ha. Chala tug'ilishganmi yo nima qilib tug'ilishganmi? 7 oylik chala tug'ilishgan, ha. O'sha chala tug'ilgan bolalarda shunaqa miyalari to'liq rivojlanmasdan tug'ilib qoladi-da. O'shanda keyin mana yuradigan harakat sistemalariga ta'sir qiladi. Miya aql to'la bo'ladi, lekin harakat qiladigan ga javob beradigan miyachamiz to'xtab qoladi. Kelingchi ota baqa yurib kelingchi endi bo'ldi. Sho, молодец, молодец. Yo'q, dadangga bor, otangga bor. Mana endi ko'ryapsizlar. Bel holatlarida beli ichiga kirgan mana. Ko'rdingizmi? Beli ichiga kirgan. Chunki shunday qilsa oyoq bo'sh edi-da, bo'sh edi. Tez yurganda oyoqni uchi ko'tarilib qolyapti-da orqasi. Mana shunday ketib qolyapti. Chunki oyoqni orqadagi paylarida tonus bor. Bularda sog'ayish ishtiyoqi siz bilan menga qaraganda 10 barobar ustun bo'ladi. Chunki sabab o'zini tengqur bolalariga qarab yetolmay qoladi-da yugurishganda. Tushundingizmi? O'shaning uchun nima ular bunday harakat tez qilyapti, men shuni qila olmayapman degan o'ksinish boshlaydi bolalarda. O'shaning uchun bular yiqilsa ham shu uchib ketaverishga harakat qilaveradi. Tushundingizmi? Mana shunday holat mana tovon tushishga sekin tushyapti mana. Tortib qolyapti orqada pay. Tushundingizmi? Orqada tovon tortadigan pay tortib qolyapti. Bunday qilsangiz oyoq tushmayapti. Qachon bunday qilsangiz tushadi. Yoki mana shunday mana qilsangiz tushmaydi. Endi teng bo'lib tez yurganda bu paylar nima qiladi? Parod qiladi. Tez ko'tarib oyoqni uchida keyin maymoqlarni ichkariga bosib ketishga. Bo'ldi, shu poyabzal kiyib turadi. 1 yildan keyin juda ko'tarilib qolsa, keyin uzaytirib beramiz payini. Hozir hech narsa qilish kerak emas. Faqat massaj, qo'yni vanna, parafin, mashlarni qilib, poyabzal kiyib yurasiz. Bu poyabzal ham oldidan baylanadigan bo'lsin. Oyog'ini bunday ko'targani xalaqit qilsin shu poyabzal. Tushundingizmi? Shunday mashina turganda kiydirasiz, shunday holatda oyog'ini ushlab qolsin payini. Xo'pmi?